Bolalar barchaga salom. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda yana 109 113 paklarni ochamiz 2 marta va bilib olamiz bizga har kuni 3 mingtaga har kuni ochgan yaxshimi yoki riskovat qilib 15 mingtaga ikkita 109 113 paklarni ochgan yaxshimi. Undan oldin men sizlarga ikkita ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, mana bu darvozabonni umuman olmanglar. Yashin 113 buyurma Visada 10 ta yulduzcha olish uchun mashina olib sinab ko'rdim, lekin bilmadim, umuman ishlamayapti. Keyin Ravnidan shu bilan 10 ta yulduzcha oldim, shu gemslarni to'plash uchun, shu pak ochish uchun. Lekin seyf o'ta kam. 90% gol bo'ladi bunga tepilgan, shuning uchun bilmadim, balkim bir kundan keyin ozgina eskirsa yaxshi bo'lib ketar, lekin hozircha juda ham yomon. Ikkinchisi do'stlar, sizlarga bitta layfha ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, bu yerdan 113 kartochka turibdi, Jerzinho 113 kartochka. Masalan, sizga shu kartochka tushib qoldi deylik, yokida bu mana shu galereya bo'limini 4-haftasigacha kutsak, bu yerga masalan 113 kartochkalar 800 ta yoki 700 ta tokenga chiqadigan bo'lsa, biz bularni kelgan bo'lsa, mana bu yerdan qaranglar. 113 kartochkani bu yerga tiqamiz. Mana bu yerdan 113 kartochkamiz bo'lsa, masalan siz aytaylik, sizga Jerzinho tushib qoldi, lekin yoqmayapti. Jerzinhoni shu yerga qo'yasiz va bu yerda 200 ta ko'rsatilgan, lekin 100 ta token sarflaysiz. 100 ta token, xullas 200 ta token sarflab bu yerda ochsa, sizga 100 ta token qaytarib beradi. Jerzinho o'rniga boshqa kartochka tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa dublikat ham tushishi mumkin o'sha Jerzinhoning o'zi, lekin endi kelib qolgan bo'lsa, biror bir joydan sizga juda ham zarur bo'lsa, boshqa o'yinchi buni sinab ko'rgan yaxshi. Buni menimcha haftaning eng 4-haftaning oxirigacha kutib qilganimiz yaxshi, chunki galereyada masalan Kroyfga 1,5 mingta sarflagandan ko'ra yoki boshqa kartochkalarga 1,5 mingta token sarflagandan ko'ra eng arzonini olib turib shu yerga 100 ta token bilan almashtirib omadimizni sinab ko'rganimiz yaxshi. Endi do'stlar, sizlar bilan pak ochamiz va biz bilib olamiz, bizga har kuni 3 mingtadan ochgan yaxshimi yoki shunaqa qilib riskovat qilib pak ochganimiz yaxshimi? Qani ketdik. Joska. Unchalik emas u. Kimdir bor, lekin aniq bu menda bor o'yinchilardan emas, bu aniq boshqa o'yinchi. Qani ketdik. Ha, 111. Yana 111. Voy, даже 110 ekan. 110 do'stlar. Demak, 110 60 tadan 120 ta token ushladik. Bir haftalik tokenlarni biz qo'lga kiritdik do'stlar. Mayli, yomon emas, nima ham deymiz. 209 kartochka ham yomon emas. Nima deysizlar, biz har kuni 3 mingtadan ochadigan bo'lsak, 7 kunda 21 mingta token sarflaymiz, game sarflaymiz. Bu yerdan 15 mingtaga biz 120 ta tokenlarni ishlab olyapmiz. Bu menimcha foydaga yuradi deb o'ylayman har kuni ochgandan ko'ra. Demak, menga shunisi qulay bo'lib qoldi bolalar. Sizlar o'zingizlar qaranglar. Endi ikkita tane tokenlarga o'tamiz va bu yerda ham gaplashadigan gaplar bor. Demak, bugun ertaman mana shu pakni ochdim va men hech qanday foyda qilmadim. O'zinikini o'ziga yedirdim bolalar. Menimcha o'sha bu yerda imkoniyatlarni ancha kamaytirib qo'yishdi shekilli. O'zi blogerlarda ham ko'ryapman, ularda ham unchalik ishlar yaxshi emas. Undan tashqari bu yerdagi paklarni ochdim va 80 ta token ishlab oldim do'stlar. Demak, savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qo'yinglar. Barcha savollarga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Hammaga omad.